Ketdik men bilan Misrga 7 kunga sayohat qilamiz. O'zbekiston havo yo'llarida 5,5 soat uchib Sharm-el-Shayx aeroportiga yetib keldik. Bilet narxi va sizni qiziqtirgan boshqa ma'lumotlarni opisiyaniyada to'liq yozib qoldiraman. Aeroportga kirishingiz bilan deklaratsiya qog'ozini to'ldirasiz. Shoshilib $10 berib qo'ymay, o'zingiz bemalol to'ldirsangiz ham bo'ladi. Aeroportdan otelimizgacha 15 daqiqada yetib keldik. Registratsiyani to'ldirib, xonamizga yo'l oldik. Xonamizgacha mehmonxona xodimi Ahmed kuzatib qo'ydi. Endi hamma kutgan room tour. Xonamizni 3-qavatdan tanladik. Yuqoridan manzara chiroyli ko'ringani uchun. Xonaga joylashib, mehmonxona bilan tanishishga tushdik. Maydoni juda ham katta, manzarasi o'ta go'zal ekan. Mehmonxonani shopping qiladigan do'konlari, plyajhi, dengizga qaragan ko'prigi va shu ko'prik oxirida dayving qiladigan joyi ham bor ekan. Kechki taomga restoranga tushdik. Taomlar hamma didiga to'g'ri keladi va eng asosiysi barchasi halol. Taomdan keyin mehmonxona atrofidagi do'konlarni aylandik. Suvenirlar o'rtacha $1 dan boshlanadi. Shu bilan birinchi kun tugadi. Keyingi videolarimni kuzatishda davom eting.